Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaga rekord miqdorda Hindiston va Bangladeshdan migrantlar keldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. 2025-yilda Rossiya hukumatining Hindiston va Bangladesh fuqarolariga ish faoliyati uchun bergan ruxsatnomalar so'nggi 9 yil ichidagi rekord darajaga yetdi. Bu haqda ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi statistikasida keltirilgan. Unga ko'ra, ish faoliyatini amalga oshirish maqsadida Rossiyaga 56,5 ming hindistonlik taklif qilingan. Bu 2024-yilga nisbatan 36,2 ming kishiga nisbatan yana ham ko'proqdir. Bangladeshdan esa ishga kelganlar soni 9,3 ming kishini tashkil etadi. Bu 2024-yilga nisbatan 2,8 ming kishiga ko'pdir. Ikkala ko'rsatkich ham 2017-yildan beri eng yuqori natija bo'lgan. Bundan tashqari, Turkmaniston fuqarolariga berilgan ish ruxsatnomalari 2,5 baravarga oshib, 25 ming kishini tashkil etgan. O'zbekiston fuqarolari uchun ruxsatnomalar soni 5 baravar ko'payib, 2,3 ming kishiga yetgan. Tojikiston fuqarolari uchun ruxsatnomalar soni 3 baravarga oshgan. Xitoy fuqarolariga berilgan ruxsatnomalar soni taxminan 50% ga ko'payib, 92 ming kishiga yetgan. Shu bilan birga 2025-yilda Rossiyada chet elliklar uchun berilgan ish ruxsatnomalari jami 240 mingga yetgan. Bu 2017-yildan beri rekord natija bo'ldi. Yil davomida bu ko'rsatkich taxminan 42% ga oshgan. 2026-yilda hukumat Hindiston, Xitoy, Malayziya, Bangladesh va Afrika mamlakatlaridan ko'proq ish migrantlarini jalb qilishni rejalashtirmoqda. Rossiya 30 yildan buyon sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yumshoq siyosat qo'llagan. Endi ularga qattiq choralar ko'rish zarur. Bu haqda rossiyalik sportchi og'ir vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Nikolay Valyuyev aytdi. Valyuyevning tahdidicha Rossiya tomonidan kelajakda yana bir nechta maxsus operatsiyalar o'tkazilishi muqarrar. U bu borada Rossiyadagina faylasuf deb tan oluvchi Aleksandr Duginning qarashlarini to'g'ri deb hisoblashini bildirgan. Sobiq sportchining ushbu fikrlariga o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev javob qaytardi. U Valyuyev bilan jangga kirishishni taklifini berdi. Menimcha bu sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan. Agar unday bo'lmasa, Valyuyevning kallasini joyiga qo'yish kerak bo'lsa, men tayyorman. Jangdan so'ng u Markaziy Osiyo haqida bunday bemaza gaplar gapirmaydi, dedi u. Chagayev nutqi davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar hozirda yaxshi ekanini, Valyuyevga o'xshaganlar esa buni buzishga harakat qilayotganini aytdi. Samarada endi migrantlar dvornik bo'la olmaydi. 2026-yildan boshlab Samara viloyatida patent asosida ishlaydigan xorijiy fuqarolarni ishga qabul qilishga nisbatan qat'iy cheklovlarni joriy etadi. Yangi qoidalar ayrim kasblar uchun ilgari mavjud bo'lgan barcha istisnolarni bekor qiladi. Samara viloyati gubernatori 2025-yil noyabr oyida tayyorlagan patentga ega migrantlarga sanoat savdo, xizmat ko'rsatish, yo'lovchi tashish, ovqatlanish xizmati, ta'lim va pochta aloqasi sohasida ishlashi taqiqi cho'zildi. Cheklovlar oziq-ovqat ishlab chiqarish, dvigatel ishlab chiqarish, turbina ishlab chiqarish, dron ishlab chiqarish va aerokosmik muhandislik kabi yirik sanoat tarmoqlariga ham tegishli. Ilgari mintaqada xorijiy fuqarolarni farrosh, dvornik va idora ishchilari sifatida yollashga imkon beruvchi qoidalar yumshatilgan edi. 2026-yildan boshlab bu istisnolar ham bekor qilinadi va bu ishlar ham migrantlar uchun taqiqlanadi. Samara viloyati O'zbekiston va Tojikiston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan mehnat migrantlari uchun mashhur joy hisoblanadi. Yangi choralar minglab xorijiy ishchilarga ta'sir qilishi va ularning Rossiyaning boshqa mintaqalarga ketishiga olib kelishi mumkin.